Mana shu bittasini olib yeb beringmi hozir? Pishib bo'ldi mana shu. O'rtadagi bo'yini bittasini olaman yedim. Voy tutun chiqmayapti bundan. Ya bu pishgan u. Mayli, olaman tegadi o'zi buni. Mana kimni qo'lingiz qo'ysangiz ham bilasiz. Ya, tutun chiqmayapti deydi bundan. Hatta ba'zigina o'zi ham chiqish kerak tutun bundan. Tutun вообще yo'q. Ana alloda tutun chiqyapti. Botir. Tutun chiqyapti alla, biznikida tutun chiqmayapti. Demak tutun chiqmayapti. Uchoq yo'q. Ular uchoq yo'q. Botir. Demak tutun chiqmayapti. Bu Allohga qarang, Botir. Allohga qarang, tutun chiqyapti allanikida. Biznikida tutun chiqmayapti. Ne tutamayapti, chiqadi. Bu shashli pishyapti. Nima san yeringda yo'q. Sarg'ar o'ldirgansan, ketmol ichmayapti. Adash. Tutun chiqmayapti, shashli pishyapti. Anagida tutun chiqyapti, nimaga tutun chiqmayapti bundan? Bir gram tutun yo'q. Bir gram tutun yo'q. Allahga qarang. Allahga tutun chiqyapti allanikida. Zangida dumba yo'q. Bir gram tutun yo'q. Nima chirsillayapti? Pishyapti. Lekin oluv bor, chekida zakonni oluv bor. Sormaydi, dumba yo'q. Ushadi. Akkuratli shashlaygan, tutun chiqmas ekan o'zidan. Tovuqdan ham yerish kerak. Tovuqdan ham Real Allah'gida tutun chiqyapti. dumbasi bor, tunda. Chiqadi. Sana o'tganim o'z shashlikni olma. Sen uzoqda o'tiribsan. Tutun yo'q. Botir dumba yo'q degan. Mashina bundan Olov uch qo'yganmi deyman tegida. Siltalab borgan. Olov bor ekan. Bundan smen qarab yo'q. Olov balamizga qarab chiqmaydi. Dumba qo'yish kerak. Menimcha olovli, olov chiqib qolgan tegdi menimcha. O'rikchalar ham gapirdi. Yo menimcha-chi, o bile sarg'arni o'ldirib qo'yishgan bile. Nima ekanligiz tutuniyor. Ha bu tutanligini Adı tutunca ot çıkmadı ya da tutun. Nimaga chiqmayapti? Nimaga chiqmayapti? Tutun çıkar bundan. Tutun çıkmayapti qara. chiqmaydi. Chiqib qoldimi? Olovi yo'q tegidi. Ko'mir qolmadi. Adam aytib turaman, hammasi to'g'ri. Ko'mirga chiqib kelinglar. Ana be. Bor magazinga borib keldik ko'mirga. Pishmaydimi hozirdan? Ya pishadi mana. Olov bor, mana qip-qizil olov. Suv chiqmas ekan bundan. Allankida zo'r chiqyapti. Ot. Yana bitta baliq olib chiqib uni ham pishiramiz. Uni tutun bilan pishiramiz uni. Qo'ying. Voy vo. Nari betga tushdi-yu ushim. Oshga, dadam. Voy. Tutun chiqmayapti baribir bor. Shu kulgili narsami? Desa-ku.
Mana. Qara tusi chiqyapti. Qara tusi chiqyapti. Hozir mana, hozir. Ko'zga nima ya? Nimani go'shi o'zi bu? Bilib turibsizmi nereden keldi? Ilon baliq, 5 kiloli baliqmi bu? 4 kilo yallo. Arman sarib keldi. 4 kilomidi? Ko'rding qanaqa o'zi pazarga kelganini? Yo. Mana. Nam berdi.